o'lgan to'qimani vasстановить qilib bo'lmaydi. O'lgan to'qimani ko'payib ketmasligini oldini olish. Bu uchun qon tomirlarni tiklash, qon borishini ko'paytirish, bu har xil yo'llarda qilinadi bu operatsiyalar. Bu operatsiya endovaskulyarni, qora texnologik operatsiyalar bo'yicha открытие, bu shunt yurish operatsiyalar, shunt qo'yamiz, ochiq operatsiyalar, shunt qo'yamiz, o'zini venalarini olib arteriyani joyiga tikamiz. Mikroxirurgiskiy operatsiyalar bor. Qonni vasстановить qilish uchun mikroarteriyalarni vasстановить qilamiz, qonni ko'paytirish uchun. Qoraygan joylarini tagidan yangi tikan chiqib, yangi o'sib, bo'g'imlar o'sib, to'g'ri bo'lishini oldini olamiz. Kasalni amputatsiyadan saqlab qolamiz. Agar o'z vaqtida, bu hammasi vaqtga bog'liq. Agarki kech kelgan kasallarni qoraygan joylari ko'paygan bo'lsa, nekroz, gangrena joylari ko'p bo'lsa, buni o'shancha rezultatimiz kamroq bo'ladi. Rezultatga erishishimiz kelajakda yurib ketishiga, kamgina nimasiga qiyinroq bo'ladi. Lekin hamma kasalimiz yurib ketadi, lekin yurishini ham funksional, o'zini funksiyasini saqlab qolishi kamayadi. Agarchi qanchaki oldinroq kelsa, oldinroq kasallar murojaat qilsa, mayligina yaracha bo'lgan vaqti kelsa, kamgina yoki bir palisda gangrena bo'lgan vaqti kelsa, shuncha tezroq oyoq funksiyasi vasстановить bo'ladi. Примерно agar olganda sredniy olsak, примерно 70% odamlarda funksional holati, yurish, har kungi yuradigan nimasi buzilmaydi. Dalsha sportga qaytgan kasallar bor, полноценный trenerlar bor, sportga qaytgan trenerlarimiz ham bor kasallarimiz ichida. Примерно agar olganimizda 90% kasallarni oyog'ini saqlab qolish mumkin. 10% kasallar bu qanaqa? 10% kasallar bular уже oyoqni stopasi, golendi yarimgacha o'lib bo'lgan kasallar. Уже keladi bizga qorayib ketgan, to'qimalar уже o'lib bo'lgan, to'qimalarni qayta tiklash iloji bo'lmagan kasallarni biz amputatsiya qilamiz. Amputatsiyaning ham farqi bor. Katta amputatsiya bor, kichik amputatsiyalar bor. Katta amputatsiyalarga bu golin, bedro kiradi, kichik operatsiyalar bu stopa. Stopani nimasida? Palis, yarmi stopani boshqa joylari. Agarki biz katta amputatsiya deganda ham olsak, bedroni amputatsiya qilsa, примерно 5 yil ichida 70-80% kasal vafot etadi. Xalq orasidagi gap to'g'ri. Agar buni 10 yildan beri bu sohada ishlaymiz, 10 yildan beri biz o'zimizni programmamizni, to'g'ri kasallarni qanday operatsiyagacha tayyorlash, va время operatsiya и после operatsiya tayyorlash jarayonlari hammasi bizda sistema qilingan. Shuning uchun bizning kasallar hozir yuqorida aytilganday 90% rezultativni bo'ladi, bular yaxshi bo'ladi. Faqat sahar diabetni yaralar bitmasligini sababi nima? Qandni kontrol qila olmaslik. Yaralarni operatsiya qilingan joylarini to'g'ri obrobotka qila olmaslik, to'g'ri holda obrobotka qila olmaslik, to'g'ri preparatlarni topib nazarchat qila olmaslikdan kelib chiqadi. Yara bitmaydi, yara yana qaytadan infeksiya ko'payadi. Hamma kasallar qo'rqib qolgan. Kasallarga aytsanki, hozir men operatsiya qilaman, vasстановить qilaman, to'g'ri bo'ladi, yaxshi bo'ladi desang, ular ishonishmaydiki, bunaqa bizga hozir teginsang, tamom tepadan yana qirqib ketadi, oyoqni tepasigacha qirqadi, oxirida o'lasan. Shunaqa qo'rqizib xalqning ichida shunaqa qo'rqish kirilgan. Bu bunaqa emas. Endovaskulyarni. Основном hozir yangi kirib keladigan nimalar, bular endovaskulyarni operatsiyalar. Endovaskulyarni operatsiyalar ham bu ko'p направлениялari bor. Buni faqat ballon angioplastika emas yoki stentlash emas. Stent prinsipi kam ishlatamiz, shuning uchun ham ballonlash yangi. Agar meditsinskiy tilda nima qiladigan bo'lsak, ustroystvolar nomini aytmaymiz, tozalash. Arteriyalarning ichini bur bilan tozalaydigan ustroystvolar bor. O'shalar bilan qilish.
keyin mikroxirurgiический operatsiyalar, mayda ingichka mayda tomirlarni, qon tomirlarni восстановить qilish, bu открытый operatsiyalar. Yangi направленiyamiz bu gibridniy xirurgiyani. Ham открытый, ham endovaskulyarni, kerakli joyini открытый ochamiz, kerakli joyini уже gibridniy qilamiz. Bu degani kam jarohatli bo'ladi, kasallar tez turib ketadi, turib yurishi oson bo'ladi, reabilitatsiya kunlari ham kamayadi. Mana shu nimalarni biz milliy markazda yo'lga qo'ymoqchimiz.